Xo'p bolalar, dast kartasida Forces va sizga long uchun ajoyib bo'lgan ikkita flash rasketini ko'rsatib beraman. Birinchi rasketimiz mana shu pozitsiyada bo'ladi, ya'ni pritselda pistalbadan pastki qismiga to'g'rilab, mana bu eshikdan yugurib o'tganimizdan keyin sakratib otishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bunday. Bu flash terrorlarga qanday ko'rinadi? Agar terror AWPda bo'lsa ham yoki bo'lmasam push qilib chiqib kelgan bo'lsa ham yaxshigina ko'zini oqartirib beradi. Ikkinchi rasketimiz undan-da yaxshisi, ya'ni siz longga oxirigacha chiqib ketmaysizda, mana shu joydan rampa liniyasini o'rtasini mo'ljalga olib, mana bu qismini mo'ljalga olib, sakrab turib otishingiz kerak bo'ladi. Sakrab turib otishingiz srazu chiqib, bironta raqibning umriga zomin bo'lishingiz kerak. Bu flash terrorlarga qanday holatda ko'rinadi? Ya'ni xuddi boyagidek AWPda bo'lsa ham yoki bo'lmasam push qilib chiqib kelayotgan bo'lsa ham yaxshigina oqartirib bera oladi. Videoni saqlab qo'ying, yoqqan bo'lsa like va podpiska jigarlar.